Assalomu alaykum do'stlar, Dilbar o'z kanali yana sizlar bilan birga. Bugungi videorolikimiz orqali sizlarga Yalla guruhining bosh a'zosi bo'lgan Farruh Zokirov haqida ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Farruh Zokirov 1946-yilning 16-aprel sanasida san'atkorlar oilasida dunyoga keldi. Otasi O'zbekiston xalq artisti Karim Zokirov, Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatrida faoliyat yuritgan. Onasi Shohista Saidova ham milliy qo'shiqchilik ijrochisi sifatida mashhur bo'lgan qo'shiqchilardan biri sanaladi. Zokirovlar xonadoni san'atkorlar qadami uzilmaydigan, yangi asarlar yaratiladigan va muhokama qilinadigan asosiy maskanlardan biri edi va bu muhit farzandlarning tarbiyasida ijobiy ta'sirini ko'rsatgan. Farruh Zokirovning akasi O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov zamonaviy o'zbek musiqasining yaratilishiga katta hissa qo'shgan qo'shiqchilardan biri edi. Ota-onasi va akasining ortidan borgan Farruh Zokirov erishgan yutuqlarini sanab-sanog'iga yetolmaymiz. Farruh Zokirovning ijodi davomida O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va boshqa respublikalarda xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan. Aktyor O'zbekiston xalq artisti Jamshid Zokirov ham oilaning navbatdagi iqtidorli vakillaridan va davomchilaridan biri edi. Bugun uning o'g'li Jamshid Zokirov ota kasbini davom ettirish bilan birga amakilari va bobosining yo'lidan borib qo'shiq ham kuylaydi. Bir paytlar Yalla guruhi tarkibida qo'shiq kuylagan Luiza Zokirovani tanimagan odam bo'lmasa kerak. Xonanda o'sha vaqtda shirali ovozi bilan nafaqat O'zbekistonni, balki qo'shni davlatlarda ham mashhurlikka erishgan va shuhrat qozongan. 45 yillik ijodiy davri mobaynida 100 dan oshiq qo'shiqni yaratgan Farruh Zokirov va Yalla guruhining eng taniqli taronalaridan biri bu Choyxona, Majnuntol, Shahrisabz, Bakabang, Torimning siri kabi hit taronalari yaratilgan. Uning o'sha paytlarda trendga chiqqan qo'shig'i bu hozirgacha o'zbek to'ylarida Ohangrabo kabi jo'sh urayotgan kelibdi taronasi hisoblanadi. Ansambl 45 yillik faoliyati davomida 5000 ga yaqin konsert dasturini taqdim etgan. Uchquduq qo'shig'i 30 daqiqa ichida yozilgan bo'lsa-da, ko'plab tomoshabinlarning yuragidan joy olgan qo'shiq sanaladi. Albatta, Farruh Zokirovning keyingi ijodiga muvaffaqiyat va zafarlar tilab qolamiz.